Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 2026 yilda qaysi xizmatlar uchun pensionerlar to'lovdan ozod qilinadi, qaysi joyda pul to'lamaslik kerak, qaysi holatda esa to'lov talab qilinsa, bu qonuniymi yoki yo'qmi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, buva-buvi yoki pensiya yoshidagi yaqin inson bor. Eng achinarlisi, ko'pchilik pensionerlar o'ziga berilgan imtiyozlarni bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi. Men avvalo bitta narsa aniq qilib aytaman. Pensionerlar uchun to'lovlardan ozod qilish degani hamma xizmatlar mutlaq bepul bo'lib ketdi degani emas. Bu yerda gap aniq belgilangan xizmatlar, aniq toifadagi pensionerlar va aniq shartlar haqida ketadi. Oldin ko'plab imtiyozlar bor edi, lekin ular tarqoq edi. Biri soliqda, biri tibbiyotda, biri transportda, yana biri davlat xizmatlarida. Oddiy fuqaro, ayniqsa yoshi katta odam, bularning hammasini alohida izlab topishi qiyin edi. Natijada nima bo'lardi? Pensioni kadastr bo'limiga boradi, to'lov so'rashadi, u to'laydi. Poliklinikaga boradi, ayrim tekshiruv uchun pul so'rashadi, u to'laydi. Notarial idorada hujjat rasmiylashtiradi. Davlat boji yoki xizmat haqi deb pul so'rashadi, u ham bahslashmay to'laydi. 2026 yilda asosiy e'tibor shunga qaratilmoqda. Pensionerlar ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam sifatida ayrim majburiy to'lovlardan ozod etiladi yoki ularga katta chegirmalar qo'llanadi. Ayniqsa davlat xizmatlaridan foydalanishda. Ayrim tibbiy xizmatlarda, uy-joy va mulk bilan bog'liq ayrim rasmiylashtirishlarda, shuningdek mahalliy darajadagi kommunal yoki ijtimoiy xizmatlarda pensionerning maqomi alohida inobatga olinadi. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Agar xizmat davlat tomonidan majburiy yoki ijtimoiy ahamiyatga ega deb tan olingan bo'lsa, pensionerga nisbatan to'lov yengillashtirilishi yoki umuman olinmasligi mumkin. Lekin bu yerda eng katta muammo shundaki, joylarda xodimlar ham ba'zan tartibni to'liq bilmaydi. Ba'zi tashkilotlarda hamma to'laydi degan eski odat saqlanib qolgan. Shuning uchun pensionerning o'zi yoki uning farzandlari imtiyoz haqida hujjat bilan, asos bilan gapirishi kerak. Men doim aytaman, menga shunday deyishdi degan gap yetarli emas. Mening pensiya guvohnomam bor. Men imtiyozli toifaga kiraman. Ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod etilishimni tekshirib bering deb talab qilish kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak? Kim olmasligi kerak? Birinchi navbatda pensionerlar uchun eng ko'p uchraydigan yo'nalishlardan boshlaymiz. Birinchi yo'nalish davlat xizmatlari. Bu degani turli ma'lumotnomalar, arizalar ro'yxatdan o'tkazish, hujjatlarni tiklash, tasdiqlash, ayrim elektron xizmatlar, kadastr yoki boshqa idoralarga murojaat qilish jarayonlari. Ko'p hollarda davlat xizmatlari markazlarda xizmat haqi yoki davlat boji bo'ladi. Pensionerlar uchun ayrim xizmatlarda to'lov olinmaydi yoki kamaytirilgan miqdorda olinadi. Masalan, keksa fuqaro pensiya tayinlash bo'yicha ma'lumotnoma olmoqchi bo'lsa, ijtimoiy himoya masalasida ariza bermoqchi bo'lsa yoki o'ziga tegishli ijtimoiy nafaqa va pensiya ma'lumotlarini tasdiqlatmoqchi bo'lsa, bunday murojaatlarda to'lov talab qilinmasligi kerak bo'lgan holatlar bor. Oddiy hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon uyini farzandiga hadya qilish yoki meros masalasini tartibga solish uchun hujjat yig'adi. U kadastr ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Pensiya olish haqida ma'lumotnoma, kommunal qarzdorlik yo'qligi haqidagi hujjatlarni so'rashi mumkin. Avval u har bir ma'lumotnoma uchun 15 ming, 25 ming, 40 ming so'mdan to'lab yurishi mumkin edi. 5 ta hujjat yig'ilsa, 1,7 ming so'm atrofida xarajat chiqadi. Pensioner uchun bu kichik pul emas. Agar xizmat imtiyozi ro'yxatga kirsa, u to'lovdan ozod qilinadi yoki ancha kam to'laydi. Shuning uchun har bir hujjat bo'yicha pensionerlar uchun imtiyoz bormi deb so'rash shart. Ikkinchi yo'nalish tibbiy xizmatlar. Pensionerlar orasida eng ko'p xarajat aynan sog'liq uchun ketadi. Qon bosimi, yurak, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z kasalliklari, eshitish muammolari, bularning hammasi yoshi katta odamlarda ko'p uchraydi. 2026 yilda pensionerlar uchun davlat tibbiyot muassasalarida ayrim ko'riklar, maslahatlar, laborator tekshiruvlar, skrininglar,
Profilaktik tekshiruvlar bepul yoki imtiyozli tartibda ko'rsatilishi kerak. Ayniqsa poliklinika orqali yo'llanma berilgan bo'lsa, oilaviy shifokor tekshiruvga yuborgan bo'lsa, pensionerdan naqd to'lang deb talab qilish har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, 72 yoshli onaxon qandli diabet bilan hisobda turadi. U har oy shifokor ko'rigidan o'tishi, qon tahlili topshirishi, ba'zan ko'z shifokoriga borishi kerak. Agar u xususiy klinikaga o'zi borsa, albatta xizmat pullik bo'lishi mumkin. Lekin davlat poliklinikasida dispanser nazoratida bo'lsa, unga belgilangan tekshiruvlar bepul bo'lishi kerak bo'lgan holatlar mavjud. Farqini tushunish kerak. Davlat kafolatlagan tibbiy xizmat boshqa, o'z xohishiga ko'ra pullik klinikada xizmat olish boshqa. 3-yo'nalish transport va ijtimoiy qatnov xizmatlari. Ayrim hududlarda pensionerlar uchun jamoat transportida bepul yoki chegirmali yurish tartibi qo'llanadi. Bu hamma joyda bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki ayrim imtiyozlar respublika darajasida, ayrimlari mahalliy hokimlik qarori bilan belgilanadi. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim shuni maslahat beraman. Agar siz yashaydigan shaharda avtobus, metro yoki mahalliy transportda pensionerlar uchun imtiyoz borligini eshitsangiz, buni og'zaki gap bilan emas, rasmiy manbadan tekshiring. Transport kartasi, pensioner guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, bir pensioner har kuni poliklinikaga borish uchun avtobusdan foydalanadi. Bir tomonga 2000 so'm, qaytishga 2000 so'm. Haftasiga 3 marta bo'lsa 12000 so'm. Bir oyda arib 8000 so'm. Bir yilda esa 576 so'm bo'ladi. Agar u imtiyozli transport kartasini rasmiylashtirsa va qatnov bepul yoki arzonlashgan bo'lsa, bu bir yilda ancha mablag'ni tejaydi. Shuning uchun transport imtiyozini mayda narsa deb qarash noto'g'ri. 4-yo'nalish uy-joy, yer va mulk bilan bog'liq to'lovlar. Pensionerlar uchun mol-mulk solig'i, yer solig'i yoki ayrim mahalliy yig'imlar bo'yicha imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim shart bor. Imtiyoz odatda faqat pensionerning o'z nomidagi, o'zi yashaydigan yoki belgilangan me'yor doirasidagi mulkka nisbatan qo'llanadi. Agar pensioner nomida bir nechta uy, dala hovli, savdo do'koni yoki katta yer maydoni bo'lsa, hammasi avtomatik tarzda soliqdan ozod bo'ladi deb o'ylash xato. Masalan, 16 yoshli aka nomida bitta 2 xonali kvartira bor. O'zi shu yerda yashaydi. U mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin boshqa bir pensioner nomida 2 kvartira va bitta noturar joy bo'lsa, imtiyoz faqat ma'lum bir obyektga yoki belgilangan limitgacha qo'llanishi mumkin. Qolgan obyektlar uchun soliq hisoblanishi ehtimoli bor. Shuning uchun soliqdan xabarnoma kelganda darrov men pensionerman, nega soliq chiqdi deb jahlanishdan oldin qaysi mulkka, qaysi davrga va qaysi asosda soliq hisoblanganini aniqlash kerak. 5-yo'nalish chiqindi. Obodonlashtirish va ayrim kommunal xizmatlar. Bu masalada ham ko'pchilik adashadi. Elektr, gaz, suv kabi xizmatlar odatda iste'mol qilingan hajmga qarab hisoblanadi. Ya'ni qancha ishlatsangiz, shuncha to'laysiz. Pensioner bo'lgani uchun elektr yoki gaz butunlay bepul bo'lib qoladi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin ayrim ijtimoiy toifalar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki mahalliy imtiyoz bo'lishi mumkin. Chiqindi olib chiqish, obodonlashtirish to'lovi yoki ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatish badallari bo'yicha ham hududiy tartiblar farq qiladi. Ba'zi joylarda yolg'iz yashovchi pensionerlarga, nogironligi bo'lgan pensionerlarga yoki temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi ro'yxatlar orqali ijtimoiy yordam oluvchilarga yengillik berilishi mumkin. Hayotiy misol, 65 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 ming so'm. U har oy elektrga 2 ming, gazga qishda 2 ming, suvga 4 ming, chiqindiga 2 ming, uy-joy shirkatiga 6 ming so'm to'laydi. Qishda jami xarajat 4 ming xizmati 5 ming so'mga chiqib ketadi. Agar u mahalla orqali ijtimoiy yordamga ariza bersa, kommunal kompensatsiya yoki bir martalik yordam olishi mumkin. Lekin buning uchun men pensionerman deyishning o'zi yetmaydi. Daromad, yashash sharoiti, oila tarkibi, nogironlik holati, yolg'iz yashash kabi omillar ham tekshiriladi. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda o'z huquqini bilmaydigan, har bir so'ralgan to'lovni tekshirmasdan to'laydigan pensionerlar. Ikkinchidan, nomida bir nechta mulk bo'lgan pensionerlar. Uchinchidan, xususiy xizmatlardan foydalanadiganlar. Chunki xususiy klinika,
xususiy notarius, xususiy transport, xususiy servis har doim ham davlat imtiyoziga kirmasligi mumkin. 4-dan hujjatlari tartibga solinmagan pensionerlar, pensiya guvohnomasi yo'qolgan, pasport muddati o'tgan, yashash joyi ro'yxati boshqa manzilda, mulk hujjati eski bo'lganlar. Bunday holatda imtiyoz bor bo'lsa ham tizimda ko'rinmasligi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz davlat xizmatiga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, pensiya guvohnomangiz, pasportingiz, stir yoki shir ma'lumotlaringiz tartibda bo'lsa, xizmat turini aniq bilsangiz, siz o'z imtiyozingizni talab qilishingiz mumkin. Agar xizmat bepul bo'lishi kerak bo'lsa, sizdan to'lov talab qilishsa, rasmiy kvitansiya so'rang. Ko'pincha kvitansiya so'ralganda noqonuniy yoki noto'g'ri talablar darhol to'xtaydi. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: pensioner maqomi avtomatik tarzda hamma joyda tan olinmaydi. Ayrim tizimlarda ma'lumotlar elektron bazadan chiqadi, ayrim joyda esa hujjatni ko'rsatish kerak bo'ladi. Shuning uchun pensioner har doim yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjat va pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi elektron ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Farzandlar esa ota-onasining hujjatlarini skaner qilib telefonda saqlab qo'ysa juda foydali bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat: imtiyoz faqat davlat xizmatiga tegishli bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha xizmat pullik bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumotnoma olish bepul, lekin uni tezlashtirilgan tartibda chiqarish pullik bo'lishi mumkin. Yoki shifokor ko'rgi bepul, lekin bemor o'zi tanlagan pullik laboratoriyada tahlil topshirsa, bu alohida xarajat bo'ladi. Yoki davlat boji bekor qilingan, lekin notarial texnik xizmat haqi qolishi mumkin. Buni farqlash kerak. Uchinchi nozik jihat: to'lovdan ozod degani qarzdorlik o'chiriladi degani emas. Agar pensioner avvalgi yillarda kommunal xizmatdan qarzdor bo'lib qolgan bo'lsa, 2026 yilda imtiyoz berilishi o'sha eski qarzni avtomatik yo'q qilmaydi. Masalan, 2024-2025 yillarda elektrdan 6000 so'm qarz yig'ilgan bo'lsa, 2026 yilda biror imtiyoz berilgani uchun bu qarz yo'qolmaydi. Buning uchun alohida qayta hisob-kitob, subsidiya, yordam yoki qarzni bo'lib to'lash tartibi bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat: imtiyoz olish uchun ariza kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar avtomatik qo'llanadi, chunki tizim pensioner ekaningizni ko'radi. Lekin ayrimlarda ariza topshirish shart. Masalan, soliq imtiyozi bazada ko'rilmasa, soliq organiga murojaat qilinadi. Mahalliy kommunal yengillik uchun mahallaga ariza beriladi. Transport kartasi uchun alohida rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Tibbiy bepul xizmat uchun oilaviy shifokordan yo'llanma olinadi. Shuning uchun hech kim menga aytmadi deb kutib o'tirmaslik kerak. 5-nozik jihat: hamma pensioner bir xil imtiyozga ega bo'lmasligi mumkin. Yoshga doir pensioner, nogironligi bo'lgan pensioner, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi, harbiy pensioner, mehnat faxriysi, urush yoki mehnat fronti qatnashchisi, yolg'iz yashovchi keksalar, bularning huquqiy maqomi bir xil emas. Ayrim xizmatlar faqat nogironligi bo'lgan shaxslarga bepul bo'lishi mumkin. Ayrimlari faqat yolg'iz keksalarga, ayrimlari esa barcha yoshga doir pensionerlarga tegishli bo'ladi. Shu sababli siz qaysi toifaga kirishingizni aniq bilishingiz kerak. 6-nozik jihat: imtiyoz faqat o'z nomingizdagi xizmatga qo'llanishi mumkin. Masalan, uy farzandingiz nomida, lekin siz shu uyda yashaysiz. Soliq imtiyozi sizga emas, mulkdorga bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki kommunal shartnoma keliningiz nomida, lekin to'lovni siz qilasiz. Bunday holatda pensioner sifatidagi yengillik avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Agar uy sizning nomingizda bo'lmasa, qaysi imtiyozlar sizga tegishli, qaysilari mulkdorga tegishli ekanini alohida tekshirish kerak. 7-nozik jihat: xizmat ko'rsatuvchi xodimning og'zaki gapi yakuniy qaror emas. Agar sizdan to'lov talab qilinsa, qaysi qaror, qaysi tarif, qaysi band asosida deb so'rang. Bu odobsizlik emas, bu sizning huquqingiz. Agar to'lov qonuniy bo'lsa, sizga kvitansiya, hisob faktura yoki elektron chek beriladi. Agar cheksiz beravering deyishsa, bu juda xavfli belgidir. Pensionerlar ko'pincha tortishishni yoqtirmaydi, uyaladi, mayli, bolam berib ketay deydi. Aynan shundan ayrim insofsizlar foydalanadi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, JSHR, istir, yashash joyi ro'yxati, mulk hujjatlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma bo'lsa. Ularning hammasi tayyor bo'lsin. Hujjatlar nusxasini alohida papkaga solib qo'ying.
Telefoningizda ham suratini saqlang. Farzandlaringizga ham yuborib qo'ying. Ikkinchi qadam. Qaysi xizmat uchun to'lov so'ralayotganini aniq yozib oling. Masalan, ma'lumotnoma uchun 35 ming so'm, tahlil uchun 7 ming so'm, kadastr tekshiruvi uchun 1,20 ming so'm, chiqindi xizmati uchun oyga 25 ming so'm kabi. Xizmat nomi aniq bo'lmasa, imtiyozni ham tekshirib bo'lmaydi. Bir narsa uchun pul olishdi degan gap bilan hech qayerga murojaat qilib bo'lmaydi. Uchinchi qadam. Davlat xizmatlari markaziga borganda yoki onlayn xizmatdan foydalanganda avval pensionerlar uchun imtiyoz bormi deb so'rang. Agar xodim yo'q desa, xotirjamlik bilan iltimos tizimdan tekshirib bering deng. Ba'zan xodim hamma tarafni yoddan bilmaydi. Tizimda imtiyoz chiqishi mumkin. Agar to'lov qilish kerak bo'lsa, faqat rasmiy to'lov qiling, chekni oling. 4-qadam. Tibbiy xizmatlarda avval oilaviy shifokorga murojaat qiling. To'g'ridan to'g'ri pullik laboratoriyaga yugurmang. Sizning kasalligingiz hisobda tursa, shifokor bepul yoki imtiyozli tekshiruvga yo'llanma berishi mumkin. Agar poliklinikada bu pullik deyishsa, xizmat davlat kafolatiga kiradimi yoki yo'qmi? Bosh shifokor o'rinbosaridan so'rang. Arizani yozma berishdan qo'rqmang. 5-qadam. Soliq masalasini tekshiring. Soliq ilovasi. Shaxsiy kabinet yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali nomingizda qanday mulklar borligini, qaysi soliq hisoblanganini bilib oling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, lekin imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, ariza yozing. Arizada men yoshga doir pensionerman. Nomimdagi mol-mulk bo'yicha qonunchilikda belgilangan imtiyozni qo'lishingizni so'rayman deb yoziladi. Pasport, pensiya guvohnomasi va mulk hujjat nusxasi ilova qilinadi. 6-qadam. Mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, pensiyasi kam, kasalligi bor pensionerlar mahalla orqali ijtimoiy yordam, kommunal kompensatsiya, oziq-ovqat yordami, dori-darmon uchun yordam masalalarini ko'tarish kerak. Arizada yashash sharoitingizni aniq yozing. Yolg'iz yashayman, pensiyam falon so'm, dori-darmonga oyiga falon so'm ketadi. Kommunal to'lovlarni qoplash qiyin bo'lyapti. Qanchalik aniq yozsangiz, masala shunchalik to'g'ri ko'rib chiqiladi. 7-qadam. Transport imtiyozini tekshiring. Agar hududingizda pensionerlar uchun bepul yoki chegirmali qatnov bo'lsa, transport boshqarmasi. Hokimlik yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan rasmiy ma'lumot oling. Kerak bo'lsa, imtiyozli karta rasmiylashtiring. Buning uchun odatda ID karta, pensiya guvohnomasi va ariza kerak bo'ladi. Ayrim joylarda surat ham talab qilinadi. 8-qadam. Agar sizdan noqonuniy pul talab qilingan deb o'ylasangiz, darhol dalil yig'ing. Chek, kvitansiya, ariza nusxasi, SMS xabar, to'lov skrinshoti, xizmatnoma sana kerak bo'ladi. Shundan keyin tashkilot rahbariga yozma murojaat qiling. Javob bo'lmasa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki tegishli davlat idorasiga murojaat qilish mumkin. Og'zaki shikoyat tez unutiladi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. 9-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam berish kerak. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. MyBank.uz, soliq ilovasi, bank ilovasi, kommunal to'lov tizimlari, tibbiy yo'llanmalar bular yoshlar uchun oson. Lekin keksalar uchun murakkab. Shuning uchun haftada bir marta ota-onangizning to'lovlarini, qarzdorliklarini, imtiyozlarini tekshirib qo'ying. Bir marta tekshirish bilan yiliga 100 minglab so'm ortiqcha xarajatning oldini olish mumkin. 10-qadam. Hech qachon pensionerman, menga hammasi bepul deb nizoga kirmang. To'g'ri yondashuv bunday bo'ladi. Men pensionerman. Ushbu xizmat bo'yicha menga imtiyoz qo'llanadimi? Iltimos tekshirib bering. Mana shu ohang ham huquqiy, ham madaniy. Agar imtiyoz bor bo'lsa sizga qo'llashadi. Agar yo'q bo'lsa, rasmiy asosni ko'rsatishlari kerak. Demak, 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim o'zgarish shuki, ayrim davlat xizmatlari, ijtimoiy ahamiyatga ega tibbiy xizmatlar, soliq va mahalliy to'lovlar bo'yicha yengilliklar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin har bir imtiyozning sharti bor. Xizmat turi, pensionerning toifasi, hujjatlar, ariza va hududiy tartiblar hisobga olinadi. Sizdan to'lov so'rashsa, darhol to'lamasdan avval imtiyoz bor yo'qligini tekshiring. Rasmiy chek talab qiling, hujjatlaringizni tartibda saqlang. Men sizlarga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pensionerning eng katta himoyasi hujjat, rasmiy ariza va o'z huquqini bilish. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qaysi xizmatlar uchun pul olishmoqda
qaysi imtiyozlar ishlayapti, qaysilari ishlamayapti. Like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bir pensioner o'z huquqini bilsa, bu butun oila uchun katta yordam bo'ladi.